Assalomu alaykum brifing ishtirokchilari. Bugun kadrlar salohiyati va professional rivojlanish mavzusida brifing berib o'tsam, bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari jadallashib borayotgan davrda har qanday tashkilotning barqaror faoliyati va uzoq muddatli muvaffaqiyatli avvalo uning kadrlar salohiyatiga bevosita bog'liqdir. Zamonaviy boshqaruv tizimida inson kapitali eng muhim strategik resurs sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bois kadrlar salohiyatini mustahkamlash va xodimlarning professional rivojlanishini ta'minlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Kadrlar salohiyati tushunchasi bo'yicha, kadrlar salohiyati bu tashkilot xodimlarining bilim darajasi, kasbiy malakasi, amaliy tajribasi, intellektual salohiyati, tashabbuskorligi hamda shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalari majmuasidir. Mazkur salohiyat tashkilotning strategik maqsad va vazifalarini samarali amalga oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Kuchli kadrlar salohiyatiga ega bo'lgan tashkilot tezkor va puxta qarorlar qabul qila oladi. Professional rivojlanish bu xodimlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini muntazam ravishda oshirib borish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy boshqaruv va ishlab chiqarish usullarini amaliyotga tatbiq etish jarayonidir. Professional rivojlanish quyidagi ustuvor natijalarni ta'minlaydi. Mehnat unumdorligi va ish samaradorligini oshiradi. Xodimlarning mas'uliyat va motivatsiyasini kuchaytiradi. Jamoada sog'lom raqobat va ijobiy muhitni shakllantiradi. Innovatsion fikrlash va tashabbuskorlikni rivojlantiradi. Tashkilotning raqobatbardoshligi va imijini mustahkamlaydi. Xodimlar uchun malaka oshirish kurslari va qayta tayyorlash dasturlarini muntazam tashkil etish, seminar, trening va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish orqali nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish, ilg'or tajribalarni o'rganish hamda tajriba almashish dasturlarini yo'lga qo'yish, ichki baholash, attestatsiya va monitoring tizimini takomillashtirish, samarali mehnat faoliyatini rag'batlantirishning shaffof mexanizmlarini joriy etish, raqamli texnologiyalar asosida zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish. Xulosa qilib aytganda, kadrlar salohiyatini oshirish va professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash tashkilot barqarorligi, samaradorligi va taraqqiyotining muhim omilidir. Keyingi masalamiz 2026-yilda Yangi shahrda amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida hisobot berib borsam, asosan 2026-yil Yangi shahrda qurilish obyektlarini joriy etish, investitsiya dasturiga kirgan hamda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari hisobidan Yangi shahrda barpo etiladigan infratuzilma va ijtimoiy soha obyektlari to'g'risida ma'lumot beraman. Jami Yangi shahrning ichki yo'llarini ta'minlash bo'yicha 3,1 kilometr etib belgilangan. Bunda mahallalarning eng og'ir ko'chalari tanlab olingan, manzilli ro'yxat shakllantirilib, bugungi kunda loyiha ishlari olib borilmoqda. Undan tashqari Ma'rifat mahallasida 2 ta, Davlatobod mahallasida 13 ta, Shodiyona mahallasida bitta ko'p qavatli uylarning fasad qismlarini bazalt qoplamasi bilan qoplash, tutash hududlarini obodonlashtirish hamda ko'p qavatli uylar atrofiga bolalar maydonchasini qurish rejalashtirilgan. Navro'zobod mahallasidagi jami 20 ta ko'p qavatli uylarning fasad qismini ta'mirlash, travertin qoplamasi bilan qoplash, tutash hududlarini obodonlashtirish hamda bolalar maydonchalariini qurish belgilama olingan. Jami Yangi shahrdagi 36 ta ko'p qavatli uylar to'liq ta'mirdan chiqariladi, atroflari obodonlashtirib, bolalar maydonchasi quriladi. Ijtimoiy obyektlarni joriy va mukammal ta'mirlash bo'yicha Temur Malik mahallasidagi 4-sonli maktabni mukammal ta'mirlash, Fazilat mahallasidagi 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish, Yangi shahar Yangiobod mahallasida yangi 510 o'rinli bugungi kunda loyiha ishlab chiqarilyapti. 330 o'ringa loyihasi ishlab chiqarilmoqda. Yangitdan 330 o'rinli maktab qurish hamda ushbu mahallada 150 o'rinli bolalar uchun maktabgacha ta'lim
tashkiloti binosini yangitdan qurish rejalashtirilgan. Yangi O'zbekiston massivida yangi oilaviy poliklinika binosini qurish. 37 sonli oilaviy poliklinika binosini rekonstruksiya qilish. Navro'zobod mahallasi 37 sonli oilaviy poliklinika filiali binosini rekonstruksiya qilish. Bundan tashqari 2026-28 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 27-dekabrdagi PQ 393 sonli qaroriga asosan 2026-yil manzilli dasturga asosan kiritilgan obyektlar to'g'risida bugungi kunda Yangiyer shahrida 11-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish va uning negizida qo'shimcha 270 o'rinli yangi o'quv binosini qurish, 3-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish va mavjud 120 o'rinli o'rniga 150 o'rinli yangi bino qurish. Bundan tashqari fizioterapiya va pulmonologiya markazining alohida 40 o'rinli pulmonologiya bo'limi uchun 40 o'rinli yangi bino qurish. Bundan tashqari Yangiyer shahar Jomiy mahallasidagi Amir Temur ko'chasida ekopark barpo etish uchun ushbu maydonda ikkita bolalar maydonchasi va workout maydonchasini barpo etish bu tashabbusli byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan ishlar. Ushbu obyektimiz hozirgi kunda quruvchi tomonidan ishlab boshlab yuborilgan. Bundan tashqari Yangiyer shahar Bobur mahallasi Yangiyer tibbiyot birlashmasida muddatini o'tab bo'lgan isitish tizimi qozonxonalari hamda issiqlik tizimi batareyalar va quvurlarni almashtirish quruvchi tomonidan bugungi kunda ishlar to'liq yakuniga yetib foydalanishga qabul qilindi. Yangiyer shahar Shodoyona mahallasidagi 10 sonli umumiy o'rta maktabning issiqlik tizimini modernizatsiya qilish ishlari ushbu ham quruvchi tomonidan to'liq bartaraf etildi. O'rniga yangi issiqlik tizimi tortilib, bugungi kunda foydalanishga topshirildi. Navro'zobod mahallasi Yangi hayot, Marg'ilon, Yulduz, Semirov, Quyoshli, Maskan, Mirzacho'l ko'chalarini asfalt bilan yotqizdirish. Binokor mahallasi Zomin, Osiyo, Guliston, Bastakor, Chinor, Bog'shamol ko'chalarini jami 2 kilometr 100 metr qismini ushbu dastur bo'yicha asfalt yotqizish. Bugungi kunda quruvchi tomonidan ushbu opiy byudjet dasturiga asosan qurilish va ta'mirlash ishlari hamda asfalt yotqizish ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Bundan tashqari Yangiobod mahallasidagi Toshkent ko'chasi, Navro'zobod mahallasidagi Navro'zobod ko'chalarida 1 gektar yer maydoniga yo'l bo'yi infratuzilmasi xizmatlarini barpo etish. Hozir bu driver loyiha bo'yicha quruvchi tomonidan ish boshlangan. Quruvchimiz Abror melioratsiya MCH tomonidan hozir yer ishlari olib borilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.